Navoiy viloyatida vatanparvar tashkiloti tashabbusi bilan motokross bo'yicha O'zbekiston ochiq chempionati va birinchiligining ikkinchi bosqichi hamda Ipak yo'li 2026 xalqaro turniri bo'lib o'tdi. Tafsilotlar hamkasbim Feruza O'ktanova lavhasidan joy olgan. Navoiy viloyatida katta shukuh va murosasiz bahslar bilan 2 kun mobaynida tashkil etilgan motopoyga musobaqalari yuqori saviyada tashkil etilib, unda respublikamizning turli hududlaridan tashrif buyurgan sportchilar o'z mahoratini sinovdan o'tkazdilar. Birinchilik bahslarida ishtirokchilar 65-85 va 125 cm kub hajmdagi mototsikllarda bellashgan bo'lsa, chempionat doirasida 125, 500, 750 cm kub hajmdagi mototsikllarda hamda Xitoy faxriylar A va faxriylar B yo'nalishlarida keskin va murosasiz kurashlar bo'lib o'tdi. Ayniqsa Ipak yo'li 2026 xalqaro ochiq kubogi musobaqasi poygaga yanada shiddat bag'ishladi. Unda Xitoy, Rossiya, Belorussiya, Armaniston, Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston hamda O'zbekistonning mohir poygachilari 125, 500, 750 cm kub hajmdagi mototsikllarda g'oliblik uchun kurash olib bordilar. 100 dan ortiq sportchi qatnashgan ushbu ekstremal bahslar tomoshabinlarga unutilmas lahzalarni tuhfa etdi. Motokross bo'yicha mavsum ishtirokchilarini aniqlash va ushbu sport turiga qiziquvchilar sonini oshirish, uning ommaviyligini ta'minlashga qaratilgan chora-tadbirlar ushbu musobaqada o'z aksini topmoqda. O'zbekiston ochiq chempionati va birinchiligining ikkinchi bosqichi yakuniy natijalariga ko'ra umumjamoa hisobida 6-15 yoshlar orasidagi bahslarda 3-o'rinni Buxoro viloyati, 2-o'rinni Sirdaryo viloyati va faxrli 1-o'rinni Navoiy viloyati jamoasi qo'lga kiritgan bo'lsa, katta yoshlilar orasidagi bahslarda 3-o'rin Buxoro viloyati, 2-o'rin Toshkent shahri va 1-o'rin Toshkent viloyati sportchilariga nasib etdi. Ipak yo'li 2026 xalqaro ochiq kubogi musobaqasida esa 3-o'ringa belarusiyalik, 2-o'ringa o'zbekistonlik sportchilar ega chiqishgan bo'lsa, faxrli 1-o'rinni Rossiya Federatsiyasi vakillari qo'lga kiritishdi.